PUBG Mobile ofitsial turnirlar uchun 365 kun trenirovka 5-kun. Bugun sizlar bilan birgalikda qolgan mashinalarni ham toqqa chiqarib ko'ramiz. Bizning birinchi mashinamiz Dacia. Ko'pchilik Dacia'ni xohlagan joyda yurib ketaveradigan mashina deydi. Hozir buni ko'ramiz. Lekin Dacia'da oldima chekka ham haydasam, orqama chekka ham haydasam toqqa chiqolmadi. Keyingi mashinaga o'taveramiz. Keyingi mashinamiz ana o'sha legendarniy UAZ. UAZni chiqolmaydi bo'lgandim, lekin u UAZ ozgina qiynalish bilan chiqib ketdi. Bizning 3-mashinamiz bu aeroplan. O'zi aeroplanni mashina deyish to'g'rimi, xatomi? Kommentariyada yozib ketishlaring mumkin. Mana shu yerda ozgina kechroq yurganligim uchun tog'ning ustiga tushish o'rniga suvning ustiga sho'ng'idim. Bu challenge'imiz hali 360 kun davomida davom etadi. Shuning uchun video